Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, Taraqqiyot teleradio kompaniyasining muhtaram muxlislari. Efirda barchangiz kutgan Yurtim oshxonasi ko'rsatuvi bugun ham dasturimiz davomida barcha uchun foydali bo'ladigan ajoyib bir taomni mohir oshpazimiz Xursandbek Tojiahmedov tayyorlab ko'rsatadi. Ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling, qog'oz ruchkani qo'lingizga olib oling, mahsulotlar haqida ma'lumotlarni yozib oling. Assalomu alaykum Xursandbek aka. Alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Mana bugun iftorliklarga hadeb go'shtli nonni ko'chadan sotib olmasdan o'zingiz ham uyda tayyorlasangiz bo'ladi. Bu ham bir zumda pishadi. Dasturimiz davomida bugun yurtdoshlarimizga go'shtli non tayyorlashni o'rgatasiz. Buning uchun olinan unimiz kerak bo'ladi. Bunga xamir qovurish uchun sutimizni qo'shamiz. 1 qoshiq shakar qo'shamiz, 1 qoshiq qaymoq qo'shamiz, keragicha dro'jja qo'shamiz, hamda ozgina 1 qoshiq o'simlik yog'i qo'shamiz, hamda yana ham kusrab shirin ta'm bo'lish uchun saryog'imizdan ham qo'shib olamiz. 50 gram. Birinchi bo'lib sutni tovaga qo'yamiz. Bunga keragicha tuz, bitta qoshiqda, hamda silishli masla, 2 qoshiq mo'ljallab salat yog'i, 2 ta choy qoshiqda shakar, hamda 1 ta qoshiqda dro'jja. Yana buni biz tezroq ko'pish uchun yana ozgina qo'shib olamiz. Sizlar 1 qoshiq qo'shsanglar bo'ladi. Hamda bitta qoshiqda qaymoq. Albatta o'zimiz uy sharoitida endi. Buni esa yaxshilab ilitib olamiz. Xursandbek aka, nima uchun hamma mahsulotni sutga ilitib olib, keyin xamir qorish kerak? Bu duxovkada bo'ladi, albatta bu nonimiz. Buni jinday ilitib, qo'shgan masalliqlarimiz bir-biriga qovushsa, yana ham nonimiz kusrab bir mazaliroq bo'lib pishadi. Xamir qilish uchun massamizni tayyorlab oldik. Buni bemalol aralashtirsak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Siz aralashtirib turasiz, men oz-ozdan quyib turaman. Issiq bo'lsa, juda ham bir pishishiga, mazaliga hamda kusrab pishishiga yordam beradi. Qat-qat aylantiring. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana yaxshilab aralashtirib olamizda, so'ngra esa o'zimizni qo'limizda chiroyli qilib ushlab chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirni tayyorlagunga qadar, ishlab berguncha qadar siz piyozni qirg'ichdan chiqarib, go'shtimizga yana ham mazali berish uchun aralashtirib turasiz. Xamirimiz ham tayyor. Uni endi esa 20 daqiqaga tindirishga qo'yib qo'yamiz. O'zi 1 soat tindirsa bo'lardi. Biz jinday dro'jjani ko'proq qo'shdikda, bizniki 20 daqiqaga bo'ladi. Mana buni 20 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Biz esa bu bilan birga iste'mol qiladigan yengil salat tayyorlab olamiz. Xursandbek aka, mana xamirimizni 20 daqiqaga tindirishga qo'ydik. Endi nima qilamiz? Unga qadar biz bekor turmasdan bir zumda 5 minutda bo'ladigan salatni yurtdoshlarimizga tayyorlab ko'rsatamiz. Aynan mana shu go'shtli non bilan birgalikda iste'mol qilsa bo'ladigan yengil salat tayyorlaymiz. Buning uchun qanday mahsulotlar kerak bo'ladi? Biz uchun mana
ozgina basakaram kerak bo'ladi. Makka jo'xori kerak bo'ladi. Uy sharoitidagi qaymog'imiz kerak bo'ladi. Hamda indeyka go'shtimiz, hamda sir kerak bo'ladi. Keragicha sarimsoq piyoz, ko'k piyoz hamda ukroplardan foydalanamiz. Pomidor ham kerak bo'ladi. Ha, pomidor kerak bo'ladi. Ishimizni qaysi jarayondan boshlaymiz? Siz birin-ketin aralashtirib turaverasiz, men birin-ketin to'rg'ab tashlayman. Birinchi qaymoqni solib olasiz. Bunga ko'k piyoz, sarimsoq piyoz hamda ukrop to'rg'ab oldik. Bunga mayda qilib indeyka go'shtini to'rg'ab olamiz. Makka jo'xorimizni ham so'rsam bo'ladi-ya? So'rasiz, birin-ketin so'rasiz. Buni ham esa parrak shaklda to'rgaymiz, solango'sh shaklda. Qaymoq xush ko'rmaydiganlar mayonez yoki smetana qo'shsa ham bo'ladimi bunga? Smetana qo'shsa ham bo'ladi, buni oddiy soya bilan zapravka qilib iste'mol qilsa ham bo'ladi. Saharliklarga, iftorliklarga zo'r bo'ladiganini qilyapmiz. Buni jam mayda qilmasdan basakaramizni katta-katta qilib to'rgaymiz. Ushbu salatimizga 3 minut ham vaqt ketmadi. Ha, chunki shuncha bir zumda-da bu. Mana shu nonni qilib duxovkaga qo'yganingizdan keyin ham tayyorlasangiz bir pasda bo'ladi. Lekin bu juda ham mazali, juda ham ishtahani ochadigan salat bo'ladi. Ayniqsa go'shtli nonlar bilan juda ham shirin ketadi. Juda ham zo'r ketadi. Buni yana ham ishtahani ochish uchun jinda bezak berib qo'yamiz. Albatta go'shtli nonimiz pishgandan keyin. Mana xamirimiz ham tindi. Endi esa zuvolachalar yasasak bo'ladi. Ushbu xamirimizni 4 zuvalaga bo'lib olamizmi? Keyin esa buni zuvolachalar qilib chiqamiz. Mana bu zuvolachalar qilib oldik. Buni yana 10 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Go'shtli non uchun kerakli mahsulotlar: 1 kilogramm un, 1 stakan sut, 1 osh qoshiq shakar, 200 gramm qaymoq, 1 choy qoshiq xamirturush, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i. Salat uchun kerakli mahsulotlar: yarim bo'lak karam, 100 gramm dudlangan makka jo'xori, 100 gramm qaymoq, 200 gramm dudlangan tovuq go'shti, 100 gramm pishloq, ko'katlar. Mana xamirimiz ham tindi, 10 daqiqa o'tdi. Unga qadar siz tayyor qiymangizga vitaminga boy bo'lgan hamda yana ham mazali ishtahani ochadigan ko'katlarimizdan to'rg'ab chiqasiz. Ko'k piyoz, kaynuch, sarimsoq piyoz to'rgasangiz, iste'mol qilganda yana ham mazaliroq bo'ladi. Buni mayda shaklda to'rg'aymi yoki kattaroqmi? Mayda qilasiz. Uy nonini, uy sharoitida tayyorlagan go'shtli nonni iste'mol qilsangiz, ko'chada go'shtli nonni olmay qo'yasiz. O'zlari, yaqinlariga, oila a'zolariga uy sharoitida tayyorlab bersa bo'ladi. Ha, albatta. Mana go'shtlik nonimizni xamirini tayyorlab oldik. Endi esa bunga qiymalarni joylashtirib chiqamiz. Avvalo o'rtasini teshib olamiz. Chekkalarga esa qiymani joylashtirib chiqamiz. Buni esa yaxshilab o'rab chiqamiz. Chekkalardan so'li chiqib ketmasligi uchun qatirib olamiz.
So'ngra esa misimizga joylashtirib chiqamiz. Albatta pergament qog'oz bo'lishi kerak. Nonlarimizni joylashtirib chiqdik. Bunga yaxshilab tuxumni surkab chiqasiz. Albatta bunga tuxum surkasa yana ham qizil va chiroyli chiqadi. Chiroyli bo'ladi. Men esa orkasidan sedanalarni solamiz. Yana ham ishtahani ochish uchun, dasturxonga tortganda chiroyli bo'lish uchun sedanalardan foydalanamiz. Go'shtli nonlarimizni chiroyli qilib bezatib oldik. Endi 220 gradusga 30 daqiqaga qo'yamiz. Mana go'shtli non bilan qo'shib iste'mol qiladigan salatimiz ham tayyor bo'ldi. Salatni yana ham ishtahani ochish uchun ozgina bezay berib qo'yamiz. Mana salatlarimizni ham bezagini berib olamiz. Mana bir zumda salatimiz ham tayyor, unga qadar nonimizni ham olamiz. Nonimiz ham juda ham chiroyli pishib qolgandir. Ruxshonaxon, bu non juda ham boshqacha bo'pti-yu. Juda ham Oling chiroyli. taktakashni may qo'yamizda. Juda ham issiq bunimiz. Mana nonlarimizni ham dasturxonga bemalol tortsak bo'ladi. Oh, issiqligini qarang buni. Hurmatli aziz muxlislarim, mana uy sharoitida ham go'shtli non qilsa bo'ladi. Uydagi boshqa baribir mazza bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, mohir oshpazimiz Xursandbek To'jaxmedov bugun sizlarga ajoyib bo'lgan bir zumda salatini hamda go'shtli non tayyorlashni o'rgatdi. Albatta, yaqin insonlaringizga, oila a'zolaringizga tayyorlab berishingizni tavsiya qilamiz. Tomosha qilganingiz Taraqqiyot teleradio kompaniyasida Yurtim oshxonasi ko'rsatuvi bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Agarda siz ham ta'mi qanday chiqqaniga qiziqayotgan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Xursandbek aka, sizga rahmat aytamiz. Ajoyib mana shunday retseptlar bilan bo'lishganingiz uchun. Aziz teletomoshabinlar, sizlarga yoqqan bo'lsa juda ham men xursandman. Barchangizga yoqimli ishtaha.